Xalqimiz tomon. Biznes ombudsman. Uzbekistan Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat fuqarolik xizmati. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi sohada 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beradi. 2024-yil yakuni bo'yicha 5,1 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarildi. O'sish sur'ati 118% ni tashkil etdi. 180,1 million dollarlik mahsulotlar va xizmatlar eksport qilindi. O'sish sur'ati 138% ni tashkil qildi. Tarmoq bo'yicha jami 310 million dollarlik investitsiya mablag'lari o'zlashtirildi. O'sish sur'ati 130% ni tashkil etdi. Umumiy qiymati 779 million dollarlik 69 ta loyihalarda amaliy ishlar boshlandi. 92,4 million dollarlik 28 ta loyihalar ishga tushirildi hamda 1380 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining mas'ul xodimlaridan iborat ishchi guruh a'zolari har chorakda hududga chiqib, ishlab chiqaruvchilar, ulgurji va chakana faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan uchrashib, tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan 239 ta muammo hal etildi. 2024-yilda oktyabr oyida Toshkent Farma Park innovatsion ilmiy ishlab chiqarish farmatsevtika klasterining ma'muriy binosi ishga tushirildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi, Farmatsevtika texnik universiteti, zarur amaliyotlar markazi va farmatsevtik mahsulotlar xavfsizlik markazining bir qismi joylashtirildi. Toshkent Farma Park farmatsevtik klasterining sanoat zonasida umumiy qiymati 796,9 million dollarlik 21 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar uchun klaster hududidan 84,71 gektar yer maydoni ajratildi. 9 ta loyihada qurilish ishlari boshlandi. 11 ta loyihada loyiha oldi hujjatlar ishlab chiqilmoqda. Grand Farm Logistics Hub tomonidan 40 million dollarlik loyiha ishga tushirildi va 300 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. 2024-yilning o'zida Toshkent Farma Park farmatsevtik klasterining sanoat zonasida 12 ta yangi loyihalar joylashtirildi. Shuningdek, 52 gektar yer maydonida 620 million dollarlik 20 ta yangi istiqbolli loyihalar ro'yxati shakllantirilib, bugungi kunda investorlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Janubiy Koreyaning Exim banki bilan Toshkent Farma Park klasterining ilmiy o'quv qismini tashkil etish ikkinchi bosqichi doirasida qiymati 105 million dollarlik bitim imzolandi. Farmatsevtik klasterining ilmiy o'quv qismini tashkil etish birinchi bosqichi doirasida Exim bankining 2,1 million dollarlik mablag'lari o'zlashtirildi. Farmatsevtika texnik universiteti binosi qurish bo'yicha bosh pudratchi tashkilotning tanlash bo'yicha tender o'tkazildi. Xalqaro farmatsevtik texnik universiteti Buyuk Britaniyaning Demaford universiteti bilan hamkorlikda 2024-2025 o'quv yili uchun talabalarni qabul qildi. Xorijiy yirik farmatsevtik kompaniyalarni O'zbekistonga jalb etish hamda o'zbekistonlik mutaxassislarni chet elda malakasini oshirish maqsadida Turkiya, Rossiya, Eron, Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur, Hindiston, Italiya, Germaniya va Shveysariya davlatlariga xizmat safarlari tashkil etilib, 300 dan ortiq kompaniyalar bilan muzokaralar o'tkazildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining global baholash vositasi yordamida farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha milliy regulyator tizimi darajasini baholash uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ariza topshirildi. McKinsey, Jahon banki hamda AQShning USP tashkilot bilan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirishga qaratilgan strategiya ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Janubiy Koreya biznes forum doirasida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va Janubiy Koreyaning Kotra savdo investitsiyalarini rivojlantirish agentligi o'rtasida investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha memorandum imzolandi. Buning natijasida Kotra ko'magida Janubiy Koreyaning Unimed Pharmaceuticals kompaniyasi bilan 50 million dollarlik investitsiya loyihasini amalga oshirish bo'yicha kelishuv imzolandi. 2024-yilning 24-28 iyun kunlari agentlik tashabbusi bilan Hindistonning Dehli, Haydarobod, Daman shaharlarida Hindiston-O'zbekiston biznes forumi tashkil etildi. Forum doirasida Toshkent Farma Park farmatsevtik klasteri hamda O'zbekistonda investorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar bo'yicha taqdimot o'tkazildi va 70 dan ortiq Hindistonning yirik farmatsevtika kompaniyalari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. 2024-yilning 7-10 oktyabr kunlari Italiyaning Milan shahrida bo'lib o'tgan CPHI xalqaro farmatsevtika mahsulot ko'rgazmasida ishtirok etildi. Mazkur ko'rgazma doirasida 50 dan ortiq dunyoning nufuzli farmatsevtika kompaniyalarining vakillari bilan uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazildi. Xizmat safari davomida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh ofisi, dori vositalar bilan patentlash fondi hamda farmatsevtika kompaniyalar bilan uchrashildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi huzuridagi zarur amaliyotlar markazi davlat muassasasi faoliyati tubdan qayta ko'rib chiqilib, takomillashtirildi. Markaz faoliyatiga xalqaro ISO 9001-2015 sifat menejmenti tizimi joriy etildi. Sohada faoliyat yurituvchi distributor va dorixonalarda farmatsevtik inspeksiyalarni o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida markaz xodimlari 4 baravariga, ya'ni 35 nafardan 156 nafarga oshirildi. 2024-yildan boshlab har oyda 2 marta Zoom platformasi orqali hududlar kesimida onlayn seminar va muloqotlar tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yildi.
Zarur dorixona amaliyoti GPP milliy standartda yangi tahrirda ishlab chiqilib tasdiqlandi. Tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida markazga onlayn ariza topshirish axborot tizimi ishga tushirildi. 2024-yilda GXP standartlarini joriy etish bo'yicha 3785 ta korxonada inspeksiya amalga oshirildi. GMP sertifikatiga ega korxonalar soni 54 taga, GDP sertifikatiga ega distributor korxonalar soni 318 taga, GPP sertifikatiga ega dorixonalar soni 2538 taga yetdi. Toshkent Farmapark farmatsevtik klasterida 2024-yilning 7-8 noyabr kunlari farmatsevtika va hayot fanlari xalqaro konferensiyasi tashkil etildi. Konferensiyada AQSh, Janubiy Koreya, Vengriya, Hindiston, Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardan 65 ga yaqin olimlar ma'ruzalar bilan ishtirok etdi. 2024-yilning 27-noyabr kuni farmatsevtik klasterida yangi biopreparatlarni yaratish va nanotexnologiyalar mavzusida ilmiy konferensiya tashkil etildi. Ilmiy anjumanda 200 dan ortiq soha mutaxassislari, olimlar, ilmiy xodimlar, ma'ruzachilar bilan ishtirok etdi. Sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Aholimiz tomonidan Biznes ombudsman.